bitta operatsiya bilan inson tanasini butunlay o'zgartirish mumkinmi? Mumkin. Bugun o'sha mashhur plastik jarrohlik haqida gaplashamiz. Plastik jarrohlik aslida o'zi tashqi ko'rinishni yaxshilash yoki funksiyani qayta tiklash uchun amalga oshiriladigan operativ jarayon hisoblanadi. O'zi ikkita turi bor. Birinchisi bu kosmetik jarrohlik va ikkinchisi rekonstruksiya. Kosmetik jarrohlikda ko'proq estetik maqsadlarda amalga oshiriladi. Bunda ya'ni burun, lab, ko'krak, qoshlarning holatini o'zgartirib chiroyliroq ko'rsatish uchun amalga oshiriladigan operatsiya. Rekonstruktiv jarrohlik esa faoliyati buzilgan organ yoki tug'ma nuqsonlar yoki kasallik natijasida yuzaga kelgan bir asoratlarni bartaraf etish uchun amalga oshiriladigan operatsiyalar. Misol uchun tug'ma anomaliyalarga labning qiyshiq bo'lishi, tanglay teshik bo'lib qolishi yoki boshqa holatlarda o'sha narsani qayta tiklash, tabiiyroq holatga keltirish uchun amalga oshiriladigan operatsiya hisoblanadi. Jarrohlik oldidan albatta batafsil konsultatsiya amalga oshirish va bo'ladigan natijani avvaldan hozirgi kundagi 3D modeling bilan ko'rsatib berish, ya'ni natija qanday bo'lishini oldindan bir tahlil qilish muhim hisoblanadi. Donor to'qimalar va mikrojarrohlik ko'pincha natijalarni yaxshilashda qo'llaniladi. Eng ko'p uchraydigan turlardan bittasi bu burun plastikasini o'zgartirish, rinoplastika. Ikkinchisi esa dunyo miqyosida juda ko'p tarqalgan ko'krak shaklini o'zgartirish yoki qosh shaklining o'zgartirishdan iborat bo'lgan operatsiyalar eng mashhur va ma'lumlari hisoblanadi. Jarrohlikdan so'ng albatta reabilitatsiya va fizioterapiya amaliyotlarini vaqtida va to'g'ri amalga oshirish bu natijaning barqaror va uzoqroq davom etishiga bir sabab bo'ladi. Jarrohlik xavfsizligi uchun tajribali shifokorga murojaat qilish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish eng muhimlaridan hisoblanadi. Maqsad tabiiy ko'rinish, funksiyani tiklash va bemorning hayot sifatini oshirishdan iborat bo'ladi. Agar sizga plastik jarrohlik tavsiya qilinganda, tanangizning qaysi qismini o'zgartirishni xohlar edingiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlaringizga yuboring. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.